narxlar bilan tanishamiz-da, xudo xolasa. Bo'ldi, shetda ekan, xudo xolasa. Hozir so'raymiz. Bu nech pul ekan mana narsa? Nima ekan o'zi? Hozir bitta bilamiz-da. Mana kirganimizda sizdanmi? Nima ekan aka bu narsangiz? Mana klientingiz ko'payadi, jonli efirdamiz mana. Bitta ko'rsatib qo'yaylik, endi kimdir oladi-da, xudo xolasa. Nech pul deyapsiz buni? 50 ming. Avtomat kir mashinaga ekan. Narxi 50 ming so'm, 3 litr, 3 litr ekan mana. Qayerda chiqqan bu? Toshkentda ekan mana. Farqi yo'q, nimani bilsa, ana Qo'l avtomatga mashina. oddiy avtomatga ham bo'laverar ekan, anaqangi. Kir mashinaga-da. Nima deysiz? 3 tasi bitta ekan. Bu dog'larni ham ketkizdiradimi? Dog'ni ham ketkizar ekan. Yog'lamaga qarshi, ha? Hammasiga. Hali gazlarni bunda ustini yuvsa ham bo'ladimi? Gaz ustiga bo'lursa kerak. Ukaxon nima qilyapti bu yerda? Bunaqa ham sotyapsizmi? Gapiring endi mana. Sizga tayyor. Bayka? Bu narsa nima o'zi, nima qilib beradi bu? Kimga? Kim pechenlarga qo'yilgan beyka. Ha. Yaqinlariga. Xullas, endi ko'p odam tushunmashi mumkin-da, bu nima ekan o'zi deyishi mumkin. Hali yoqalikka, mana. Yerda rangli akkumulyator ham sotyapsizmi? Mana, yoqaga qo'yadigan, tagiga qo'yadigan, yengiga qo'yadigan. Manjitda mana. Sizni ham klientlaringiz ko'payib ketsin deyman-da aka. Bu arendachilar ko'ryapsiz, savdo bo'lsa bo'lmasa, bugun qo'lim qichiyapti, shu yerda arenda berib yuborasiz kerak deyapti. Mana. Bu nech pul mana shu bitta turishi? 15 nafa. 10 ming chiqdi bitta turishi. Hozir shuni donaga olaman desa nech pul mana shu turishi? 10 ming so'm ekan. Foyda bormi o'zi bu ishlardan? Juda arzon, ha? Arzon. Nima bor? Erta nima qilasiz bu yerda? Ozmas qilib bekada, beka apparat. Mana beka apparatlari bor ekan. Shunaqa chiqaryapmiz-da. Nima chiqarasiz? Shunaqa chiqaryapsizmi? Beka chiqaryapti. Shunaqani kimdir oqtargan bo'lsa, akaxon yaxshi odam. Mana bu ham nimami? Buni o'ylaydi, apparatda chiqaryapti 2 bundan. Mana apparatlari. 2 bundan. Siz ham har kuni ochyapsiz? Akam ham har kuni shu havo yaxshi bo'lib tursa bo'ldi. Allohni degan kun ochiladi. Har kun ishlaymiz. Bu nech pul mana shu turishi? Ya bu birovga kesib beryapmiz. Ha, birovga kesib. Zakazga ham mana men aytganimki, kimdir oqtargan bo'lsa, zakazga ham qilib beryapsiz. Kesilaveradi. O'zimizga. Nomeringiz necha aka? Nima? Ertaga shu ishlaydigan nomerni ayting-da, sizga telefon qilasiz shu soha bo'yicha. Nomerlari 33lik 885 885 0385. 0385 ga aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa bayka xizmati bo'lsa, shunaqa tayyori ham bor. Suprimlar ham sotamiz. Bular nech pul Suprim? 38 38 ming so'm. sotuvi ham bor. Suprimni sotamiz. Nimami? Siz ham beraverib sotib olaveramiz. Qaranglar. Ha, shundan 1 kilosi nech pul? 1 kilosi 38. 1 kilosi 38 ming so'm. Mana tarozlari. Mana shuningizdan 1 kilo bering desa, 40 ming so'mlik bering desa ham kesib beraverasizmi? Beraveramiz. Bo'ldi, mana kesib berishaverar ekan. Shuni o'sha pulda urasiz. Akkumulyator ham sotar ekan. Siz ham universitet ekansiz-da. Oshxona ham ochib olaverasiz mana yoniga sekin. Bu nech pul bu? Toshkent Aziya akkumulyator. Narxi nech pul buni? Narxi 380 ming eskisi qoladi. 380 mingga nima deysiz? Eskisi qoladi. 380 ming eskisi qoladi. Sizga xullas 380 ming beradi. Eski akkumulyatorni berib ketadimi shunda? Qanday 420 ming so'm xullas. Ha. Hozir shunda olaman desa, 420 ming berib olib ketaveradi. Agar eski akkumulyatorlaring bo'lsa, eski akkumulyatorni berasizlar ekan 380 ming so'mga ham bo'laveradi. Damazam bor, Nexia ham bor. Nexia Cobalt ham bor, Jizzaxniki ham bor, Jazam bor. Jizzaxniki ham bor ekan mana. Damazniki, Cobaltniki ham bormi? Cobalt
Nexia 2, Nexia 1, Jiguli sho'radi. Uni tamom. Bo'ldi aka. Zo'r aka. Mana shu narsa yoqdi menga ham, mana-chi. Zo'r narsa ekan. Mana. Hidi ham shirindir hidi. Hadi yapacağız. Bir köpke. Bo'ldi. Kimdan ham keltiradi? Bu akamni do'konchasi, qaranglar. Mana tomonga bunda yurganimizda Boboshbek mahallasining shunday yo'lni boshida. U tomonida Trikotaj sentr deb qo'ygan katta bor. Mana sizlarga endi kimdir otda urmasinda qiynalib. Sal narida shali biz kirib chiqqan Boboshbek bozori bor. Akamniki ham mana qishloqda Sitaporaning yonida. Xudo xolasa, xo'p. Mana tomonda mana nima bor? Navoiy deb qo'yib darvozaga 5-chi. Navoiy 5-uyni shunda oldida ochib qo'yishgan bunaqa qilib. Xullas, joni salomat bo'lsin aka. Odamlar ko'radi, telefon qiladi. Nechta juda ko'pini tovari o'tib ketyapti-da. Ko'rsatyapmiz. Shundan kerak edi deydi. Ana bolani ham oyoq kiyimini ko'rsatamiz. Shu. Ha biz rostini aytyapmiz, mana shu narsa shunaqa ekan. Mana odam anaqa ish qilar ekan deyapmiz. Bo'pti.